do'stlar, sizlarga bugun shuncha paytdan beri nima uchun yo'q bo'lib ketganimni ko'rsatishim kerak deb o'ylayman. Chunki buni shuncha qurdim, lekin unchalik ham ahamiyati yo'qligini sezib qoldim. Hech kimga ko'rsatmayman, hech nima qilmayman. Va oxir dahshatga shuncha narsa qurdim, lekin hech kim ko'rmadi. Hech kim. Mana qaranglar, kompyuterxona ham, hattoki tog' ustidan uy ham qurdim. Tog' ustidan yonidan uy, hattoki mashina ham bor. Lekin bularni hech kim ko'rmadi. Hech kim. Bu yoqdagi rasmlar yo'q bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q. Bu yoqqa anchadan beri kirmaganim uchun yo'qolibdi. Bu yer esa saxta. Bu yer kuchuklarim turadigan joy. Lekin ular hozirda yo'q. Bu joylarni ham qurdim. Kuchugimga atab kuchukdan uy ham qurdim. Ishonmasangiz, axir bu haykal deysiniz ham mumkin. Yo'q. Chinarsan. Sinaxardan chiqishni ham ko'rganman-da. Mana ko'rib qo'yinglar. Shuncha payt davomida. Shuncha payt cheksizda. Bu meni birinchi ko'rgan narsalarimdan biri. Ajoyib, to'g'rimi? Sizlar uchun qanaqa bilmadim, lekin men buni ancha payt qurdim. Buni bo'lsa boshqa o'yindan chopib yubordim. Bularni bo'lsa o'zim qurdim. Mana buni bo'lsa YouTube'dan qarab qurdim, lekin eski Minecraft bo'lgani uchun va telefonim qotgani uchun unchalik ham ko'p narsa qura olmadim. Lekin baribir judayam qo'tyapti. Agar meni uyimni yo'q qilishga odamlar kelib qolsa, ular shunchaki yerda paydo bo'lmaydi. Bu avvalgi qamoqda. Hozir esa bitta yo'l bilan bu qamoqxonadan chiqiladigan yo'l. Mana bu, lekin chiqish ham qiyin va bu yerda shifoxona ham bor. Maktab qishloqda qurganman. So'toxonalari, ko'prik, qo'riqchi, tank, xotdog sotadigan joy va Minecraft kinosidagi. Xullas, hamma bilsa kerak, kattalardan tashqari albatta. Buni axir hamma biladi. Va bu qasr tushimdan ko'rib qurdim, xullas. Buni bo'lsa YouTube'dan ko'rdim. Buni videodagi qarab qurdim, endi kinoga qarab yonirog'i. Buni bo'lsa o'zim qurmoqchi edim, lekin qura olmadim. Shuning uchun YouTube'dan chopdim. Buni bo'lsa o'zim ixtiro qildim, qanday? Lekin Pikachuga gap bo'lsa mumkin emas. Kichib qo'ygan bo'lsa ham. Aftiga. Axir bu dahshat. Qaragim kelmaydi, lekin qiynalib qurganman. Mana buni bo'lsa mezonida qurganman. Boshqa o'yinda. Boshqa o'yinda emas, boshqa dunyoda. Lekin cheksiz o'tib olib, shu yerda qurgim ham keldi. Bu esa avvalgi joy, hozirda esa bunday emas. Bu yerda nima uchun bu narsalar borligini so'ramoqchimisiz? Yaxshisi sizlarga ko'rsatib chiqaman.
Bu juda ham zo'r sizlarga aytsam. Juda ham zo'r. Va biroz kutishga to'g'ri keladi. Faylni ham ko'p kutishni yoqtirmayman. Bu shunchaki tasodif. Havayli umuman o'lganda tugadi. Kenarsam bexosdan. Xo'sh, menimcha sizlarga hammasini ko'rsatdim desam, yo'q, ko'rsatmabman. Bitta savolda, sen buni qachon yeyasan? Qachon? Hamma zombilar qishloqlarni yadi. Lekin bu mayli. Qorni to'q, 100 yildan beri. Xo'sh, mana uyni ko'rsatdim sizlarga. Va eng muhimi, mezonada qurganim juda ham muhim bo'lgan narsa artefaktni o'q daraxtdan qilingan uyi. Hammasini o'zim mezonada qildim. Bu shunchaki dahshat. Shunday qilichni yasash qiyin bo'ldiki, sizlar uni tasavvur ham qila olmaysizlar. Bitga qurgan narsam yana qayerga yo'q qoldi. Mayli, hech bo'lmasa bu yoqdagi bordir ham bor ekan. Eski kuchugim ham bo'lishi kerak. Bu yerlarga anchadan beri qadam bosmadim. Balki bu yerdadir, yo'q, balki uyni ichida. Kim bo'lsmardi. Va mana meni kuchukcham. Senga ism qo'ymoqchi edim, lekin bu yerda qachongacha o'sibdi bular. Ikkita. Bir yilda ikkitasi o'sibdi qishli joyda. Sizlarga maslahat. Yurga tez kelib turinglar. Yo'qsa sabzavotlar juda sekin o'sadi. Bir yilda ikkita. Xo'sh, bu yoqqa ovqatlanish uchun joy va Pepsi. Menga bu kuchlisi emas, topinglar. Kuchlisi juda ham zo'r edi. Yarim jonimni, 5 jonimdan ham ko'proq jonimni yeb tashlagandi. Shunchaki dahshat. Bularni ichini ham qurganman hattoki artefakt barcha uy hayvonlarini yasash